Kia zavod. O'zbekistonda Gentra blatovat qiladigan bo'lsa agar mana bu Koreyada ular sotiladigan mashin. K5, K3, K5 bu eski model, K5 da eski modelimi, yangi modelimi shunaqa chiqyapti, короче. Bu ham K5 eski model. Mana bundan bosib olish kerak edi. Kamol, Toy, Asliddin, yana bitta Moliddin, 2 Chalpak, Asad. Mana shundan bosib olsak agar vashida Obloqil, Atkim, Hamza. Mana shundan bosib olish kerakmi deyman-da, pul tashlashni bitta tema qilib olmaymizmi bola? Qancha O'zbekistonga yetkazib berish, где-то bir 15 mingmi shunday Koreyani o'zida bu. 15 ming. Bizda где-то bir 40 ming bo'lsa kerak. Mana bular esa $4,000, 5 ming. Mana bu Granger necha puldan o'tgan safar ko'rganimda где-то bir 2 mingga olasan-da, chotkisini sakadiskga tuning qilingan. Mana shu holati esa где-то bir 1,5 ming, $1,700 beradi. Bu mashinamiz esa $2,000. Mana bu 2,5 ming, nargi 4,5 ming, 4,5 ming, bu 15 ming. Va nargi qo'yilmaydi. Anaqa Palisad, короче. Ну, kelaverasizlar. Если что, mashin kerak bo'lsa, agar bog'lanaverasizlar, astamoshka, pastamoshka hammasini o'zimiz hal qilib beramiz. Bu ichida hisob kitoblashib olamiz keyin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Короче, bolalar mana shundan bosib olish kerak, короче, karnivaldan. Как раз 10 kishilik joy, как раз 10 kishimiz dacha-pachaga chiqishimizga normal o'tincha. Bosib olish kerak, karnival.